Nega endi bu kechani qadr deyildi desa, chunki bu kechani o'zi qadrli. Bu kechadan keyingi kecha yoki keyingi oydagi kecha bu kunga to'yin kelmaydi, to'g'ri kelmaydi. Bu kechani Alloh taolo o'zini qadrli qildi. Muhlatini, muddatini qadrli qildi. Xatmi Qur'onga mashg'ul bo'lib duo qila olmadim, Allohdan so'ralmadim deb hech mo'min inson hech xafa bo'lmasin. Qur'on tilovati, namozdan tashqari o'qilingan har bir harfiga o'nlab savob ato qilinadi. Agar u o'qiladigan Qur'on tilovati namozda bo'lsa, har bitta harfiga 100 tadan savob beriladi degan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchamizga qadr kechalari, xatmi Qur'onlarning nihoyasi, duolar ijobat bo'ladigan fursatlar, ulug' qiyomul layllar hammamizga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloning kalomiga muhabbat qilib, uzoq yaqinlardan bosib kelgan qadamlarimizga Alloh taolo ajr va hasanatlarni ato aylasin. Ixlos bilan 27 kun davomida Qur'onga somiy bo'lib, faqatgina Qur'onni shafoatidan, Qur'onni barakotidan, Qur'onni rahmatidan umidvor bo'lib, kechalari qoim bo'lgan barcha ixlosmand mo'min birodarlarimiz, namozxonlarimizni Alloh taolo har bir lahzalari uchun, har bir eshitgan Qur'on tilovat harflari miqdoricha Alloh taolo chandon savoblarni Alloh ato aylasin. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bandalariga qanday dunyo va oxirat yaxshiliklarini iroda qilgan bo'lsa, Alloh hamma yaxshiliklardan inshaalloh hammamizni nasibador aylasin. Kim Qur'onni avvalidan oxirigacha eshitibdi yoki Qur'onni avvalidan oxirigacha o'qibdi, u inson Qur'onni tilida, Qur'onda zikr qilingan shu dunyo va oxiratda Robbisidan nimadan panoh so'rash kerak bo'lgan bo'lsa, hamma yomonlikdan panoh so'rabdi degan ekanlar ulamolarimiz. Qur'onga mashg'ul bo'lish go'yoki ibodatga mashg'ul bo'lish bilan barobar. Qur'onga tilovatiga mashg'ul bo'lib, xatmi Qur'onga mashg'ul bo'lib duo qila olmadim, Allohdan so'ralmadim deb hech mo'min inson hech xafa bo'lmasin. Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom muborak hadislarida Alloh taolo hadisi qudusiyda dedi: qaysi bir bandam agar meni zikrim bilan mashg'ul bo'lsa yoki meni Qur'on tilovatim bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, u bandamga so'raydiganlarga beradigan narsamni afzalini ato qilaman deb Alloh marhamat qilgan. Go'yoki Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lib turgan inson Allohga duo qilyapti. Alloh taologa ibodat qilyapti. U behuda o'tkazmayapti vaqtini. Bo'lib ham ulamolarimiz keltiriladi mana kitoblarda Qur'on tilovati namozdan tashqari o'qilingan har bir harfiga o'nlab savob ato qilinadi. Agar u o'qiladigan Qur'on tilovati namozda bo'lsa, har bitta harfiga 100 tadan savob beriladi degan. Har bir harfiga 100 talab. Inshaalloh mana bu kunda ko'p mana namozxonlarimiz mana shunday ulug' fazilatga, barakotga, savobga inshaalloh ega bo'lib turibdilar. Alloh taolo buni Robbimiz bekamuko'z mukammal ravishda bizlarga ato aylasin. Shundan umidvormiz. Biz avvalgi mana shu xatmi Qur'onlar endi boshlanayotgan vaqtda bir so'zni aytgan edik. Biz Qur'on xatmiga odam ko'payishlik uchun yoki birovdan bir ortiqish yoki bir tashakkur, rahmat eshitish uchun emas, faqat Robbimizning roziligi uchun boramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda haqiqiy qiyomat kunida Robbisining huzurida kasod bo'lmaydigan tijoratga umidvor bo'lgan shaxslar Alloh taoloning kalomini tilovat qiladiganlar, namozini to'la to'kis ado qiladiganlar va biz bergan rizqdan infoq ihson qiladiganlar qiyomat kunida Robbisining huzurida hech ham kasod bo'lmaydigan tijoratdan umidvor ular deydi Alloh. Bizning tijoratimiz inshaalloh hech kasod bo'lmaydi. Bizning vaqtimiz inshaalloh mo'minni ixlos bilan mana shu 27 kun davomida Alloh taoloning kalomini tilovat qilishligi uchun shunga somiy bo'ldimi, mo'min banda hech qachon vaqtiga achinmasin, vaqtiga norozi bo'lmasin. Nega? Chunki qiyomatdagi kasod bo'lmagan tijoratga vaqtini tikdi. Sarf xarajatini agar mashinada bosib kelgan bo'lsa, ana o'sha ketkizgan
benzini bormi, mashinasi bormi, kuch-quvvati bormi, kasod bo'lmaydigan oxirati uchun tikib qo'ydi inshaalloh. Mana shunday biz savobga biz Alloh taolo tomonidan umidvormiz. Shu maqsadda xatmi Qur'onlar o'qilindi. Butun mana O'zbekiston bo'ylab 1700 ga yaqin masjidlarda bugun inshaalloh xatmi Qur'onlar nihoyasiga yetadi. Butun jamoat, butun masjidlarda xatmi Qur'onlar nihoyasiga yetib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xatmi Qur'ondan keyingi qilingan duo ijobat deganlar. O'ylang endi nechtadan xatm Qur'onlar qilindi. Mana hozir bir necha birodarlarimiz xatm Qur'on qildik, oilaviy farzandlarim bilan birgalashib bir necha mana xatm Qur'onlar o'qilingan. Albatta uni oxirida bir nihoyasini qilib duo qilamiz. Lekin mana shunday alhamdulillah yurtimizda Qur'onga bo'lgan muxlislar, Qur'on o'quvchilar ko'paydi. Avvallari edi, onda sonda ba'zi bir masjidlardagina xatm Qur'onlar bo'lardi. Alhamdulillah mana shu yillarda, so'nggi yillarda har bitta masjidlarda xatm Qur'onlar bo'lib turibdi va yana bir sharofati, yana bir hikmati, yana bir fazilati bu xatm Qur'onlar inshaalloh Qadr kechalarida nihoyasiga yetyapti. Bu yana qo'shaloq Alloh subhanahu va taoloning huzurida duolar ijobat bo'lishiga bitta zamin, bir sabab. Albatta mu'min odam mana shunday bir ulug' fazilatlardan, barakotlardan umidvor bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning hadislarda keladi. Alloh subhanahu va taoloning zamonlarda, ya'ni vaqtlarda tuhfalari bor. U tuhfalarni Robbingizdan talab qiling deganlar. Bu tuhfalar dedi, mana shunday oylarda, yillarda bir keladigan Ramazondagi Qadr kechalari, Ashura kunlari, Alloh subhanahu va taolo kunlarni, oylarni ichiga yashirib qo'ygan kechalar, mana shunday kunlari go'yoki bandalariga tuhfa. Alloh subhanahu va taolo insoniyatni yaratdi o'zini tanitishlik uchun. Mana qanday buyuk zot. Masalan, bir sahih bir boshlig'ingiz bo'lsa-da, faqatgina oyligingizni olib ishlayversangiz, xo'jayiningiz qanaqa desa, bilmayman, shu oyligimni olaman bo'ldi deydi. Lekin unga sal yaqinroq bo'lsangiz, uni saxovatini ko'rasiz, uni muruvvatini ko'rasiz, uni aytaylik o'sha yaxshilik qilganligini keyin bilasiz. Go'yoki Alloh subhanahu va taolo bandalariga yaqin, o'zini mahbub bandalarini yanada o'ziga bo'lgan ixlosini muqarrab qilishligi uchun, yaqin qilishligi uchun Alloh subhanahu va taolo ba'zida mana shunday Ramazon kechalaridagi Qadr kechalari va oylarga yashirilgan kechalarni, kunduzlarni fazilati qilib qo'ydiki, shu orqali bandam gunohini kechirishligini so'rasin. Shu bandam boshqa mahalda qilgan gunohlariga tavba qilsin. Shu fursatda ham agar foydalanib qolsa, ajab emas, shuni gunohi kechirilib qolsa. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bizlarga kunlarni, kechalarni bizlarga tuhfa qilib bergan. Alloh taoloning hadiyasi. Alloh hammalarimizga bu hadiyalarni muboraklik qilsin. Bu kechalardagi biz bilgan, bilmagan Alloh subhanahu va taoloning huzurida qanday marhamat, qanday barakotlar, yaxshiliklar iroda qilingan bo'lsa, hamma yaxshilikdan umidvormiz. Alloh hammamizga shunday yaxshilikni ato aylasin. Inshaalloh bu kecha Qadr kechasi. Alloh subhanahu va taolo bu kechada Qur'onni nozil qildik deydi. Ya'ni Lavhul Mahfuzda bitilgan Qur'oni Karimni birinchi osmon, mana shu yer osmoniga Alloh subhanahu va taolo bir lahzada tushirgan va shu tushgan Qur'onni 23 yil davomida Hazrati Jabroil alayhi salatu vassalom payg'ambar alayhi salatu vassalomga yetkazib turganlar. Avval Lavhul Mahfuzda bitilgan Qur'oni Karim. Lavhul Mahfuzdan Alloh taolo bismillahirrohmanirrohim inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz albatta Qur'oni Karimni Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga nozil qildik deydi. Dunyo osmoniga Alloh taolo nozil qilgan bir lahzada tushirgan va shu tushirilgan Qur'onni Hazrati Jabroil alayhisalom 23 yil davomida oyatma-oyat, surama-sura tushirib turganlar, yetkazib turganlar. Va nihoyasi va ma adraka ma laylatul qadr. Ey Muhammad alayhisalom, bu Qadr kechasi sizga nimani anglatadi? Qadr kechasi deganda siz nimani tushunasiz? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Bu Qadr kechasi shundaki, biz shunday bir ulug' qildikki bunda ham Qur'on nozil bo'ldi, ham bu kechani fazilati, buni qadri 1000 oydan afzal deydi Alloh taolo. 1000 oydan afzal bo'lgan. Shunday barakotni kirgizgan. Bu ummati Muhammadga berilgan. Sizni biz
oxirgi zamon payg'ambari alayhissalatu vassalom habibi suyukli payg'ambarini ummatlariga bergan bir fazil. Chunki Hazrat payg'ambar alayhissalatu vassalomdan avvaliga o'tgan Bani Isroil qavmlariga ularning ahvollari, ularning hayotlari, ular haqida o'tgan xabarlar yetkazilgan. Bani Isroil qavmida shunday bir odat bor ediki, ularning qavmlarida 83 yil davomida to'xtovsiz ibodat qilgan insonni shu inson haqiqiy solih ibodatlidir dedi. Ungacha bu odamga ishonch yo'qdir dedi. 83 yil davomida to'xtovsiz ibodat qilsa shu inson haqiqiy bir ibodatli solih inson deyilardi. Lekin ularning umrlari 200-300 yil edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomga bu xabar yetgandan keyin bu solihlar ularda ko'p bo'lar ekan, ummatni umrlariga qarasa 50 yil, 60 yil, borsa 70-80 yil, ummatimdan solihlari kam bo'lar ekanda. Jannatiylari kam bo'lar ekanda, ibodatlilari kam bo'lar ekanda, solih bo'lmasdan, ibodatli bo'lmasdan dunyodan o'tib ketib qolar ekanda, ularning umrlari qisqa ekanda degan g'am ularni tashvishga solardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mana shu qadr kechasini tushirishlik bilan Alloh taolo bu ummatga o'sha ummatni aynan shu payg'ambar alayhisalomni qalblarini xira qilib turgan narsani ketkazishlik uchun shu Qadr surasini nozil qildi. Ko'ngillarda xiralik bor edi, g'amg'inlik bor edi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalomga haqiqiy ma'nodagi eng quvonchli narsa xabar bu ummatlariga yetgan sharaf edi. Ummatlariga yetadigan sharafchalik ularning ko'ngillarini xursand qiladigan narsa yo'q edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomga bu Qadr kechasini Alloh taolo nozil qildi. Endi aytadi ulamolarimiz, bu Qadr kechasi shuki, nega endi bu Qadr surani, bu kechani Qadr deyildi desa, chunki bu kechani o'zi qadrli. Bu kechadan keyingi kecha yoki keyingi oydagi kecha bu kunga to'yin kelmaydi, to'g'ri kelmaydi. Bu kechani Alloh taolo o'zini qadrli qildi. Muhlatini, muddatini qadrli qildi. Yana aytadilarki, yana bir ma'nosi nima qadr degani desa, qadr degani taqdir so'zidan olingan bo'lib, bu kunda Alloh subhanahu va taolo malaikalarni bu kundagi taqdirlarni bildiradigan kun. Ya'ni bandalarini taqdirlarini bugun e'lon qiladigan kun. Taqdirlar bitiladigan kun. Bu kunda Alloh subhanahu va taolo bandalarini yildagi bo'ladigan taqdirotini bitadigan kun. Va yana bir ma'nosi, qadr degani tor degan ma'noni bildiradi. Tor, ya'ni nima tor deyilsa, bu kundagi kecha tufayli Qadr kechasini barakotidan Alloh taolo Qur'oni Karimda tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni robbihim min kulli amr. Ya'ni Alloh taolo bu kunda farishtalar, malaikalar va ruh bo'lgan Jabroil alayhissalatu vassalom yerga tushadilar, o'zlariga amr qilingan ish bilan. O'zlariga, ya'ni bandalariga taqdirini bitilgan ishlarni ularga taqdim qilinadi. Har bir malaikalarga o'zlariga buyurilgan, taqdir qilingan sahifalar ular uchun taqdim qilinadi. Ularning vazifalari bor va shular qatorida ruh bo'lgan Jabroil alayhissalatu vassalom tushadilar. Ular nima qiladi tushib? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ular to fajrga qadar, tongga qadar faqat salomda bo'ladi. Qadrning bir ma'nosi tor degan. Ulamolarimiz aytdilarki, torligi nima desa, bu kecha torlik bo'ladigan kecha. Nima bilan tor bo'ladi desa, butun yer va ko'k farishtalar osmonga tushganidan, osmondan yerni qoplaganidan joy qolmaydi ular bosishga. Shunaqa ziq bo'lib ketadi. Shunaqa tor yer yuzi ular uchun torlik qilib qoladi. Butun yer va ko'k farishtalar yerga tushgandan keyin ular bosgani joy qolmaydi. Shunaqa ziq bo'lib ketadi. Shunaqa tor bo'lib ketadi. Ular nima qiladi? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tongga qadar to'xtovsiz sizlarga salomatlik bo'lsin, sizlarga tinchlik bo'lsin, sizlarga xotirjamlik bo'lsin, Allohning salomatligi bo'lsin degan duoda bo'ladi. Malaikalar duo qiladigan kun. Biz bu kunni mana shunday kechalarni mana shunday qabul qilishligimiz kerakki, bizning hayotimizda biz uchun hayotda qavmi qarindoshimiz, biz uchun izzatli, ikromli bo'lgan mehmonni kutib olish qanday bizga qanday tayyorgarlikni ustimizga yuklaydi.
Palonchi mehmonimiz kelar ekan desa, qanaqa taraddud ko'ramiz uyimizda. Biz uchun yer ko'k farishtalar bizga mehmon bo'ladi bu ko'cha. Bugun butun masjidlar, butun ko'chalar, butun xonadonlarimizga farishtalar tashrif buyuradi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qoim bo'lgan man qama laylatal qadri imanan va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Qadr kechasida kim qoim bo'lsa, ana o'sha qoim bo'lganlar uchun bu. Nima bilan qoim bo'lgan? Ibodat bilan, zikr bilan, tasbih bilan, Allohu taologa bo'lgan namozi bilan, Qur'on tilovatlari bilan, yaxshilik bilan qoim bo'lgan, bedor bo'lgan bandalari iymon bilan, ihtisob bilan bo'lsa agar Allohu taolo u insonni muqaddam qilgan barcha gunohini kechiradi. Mana bu kecha biz uchun shunday tashrif kuni, ulug' mehmonlar, ulug' sharafli bo'lgan malaikalar tashrif buyuradigan kecha. Mana bu kechani shunday kutib olishligimiz kerak. Biz uchun farishtalar tashrif buyuradi. Qarang, yer ko'k farishtalari butun insoniyat uchun keladi. Ularni haqqiga duo qilishlik uchun tushadi. U qanday insonlarni duo qiladi? Mana shunday qadr kechalarini qoimlikda, hatmi Qur'onlar bilan, ibodat bilan, zikr va tasbihotlar bilan kutgan insonlarga ular salomatlikni tilaydi, duo qiladi. Farishtalarning duosi ijobat bo'ladi. Endi qaysi bir mu'miniki bedor bo'lib, Qur'on tilovatlari bilan, jamoat bilan Hazrat Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, qaysi bir qavm Allohning baytlaridan bir baytda jamlansalar, jamoat bo'lsalar, ular Allohni zikr qilsalar, Qur'on tilovatda bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo uchun duo qilsalar, Alloh taolo ularning duolarini ijobat qiladi. Ularni farishtalar qurshab oladi va Alloh subhanahu va taolo u mu'min bandalari bilan farishtalarga faxr qiladi. Bugun mana shunday kecha. Bu kecha Alloh subhanahu va taolo Allohning baytlarida turib, bu jamoat bilan farishtalarga faxr qiladigan kecha. Mana meni bandalarim uyqusi kelyapti, kunduzi bilan ro'zador, qoim bo'lib turibdi. Maqsadlari, niyatlari meni roziligim. Meni azobimdan panoh so'rayapti, jannatimdan umidvor. Bularning gunohini kechdim deb e'lon qiladigan kecha. Inshaalloh mana shunday bir xush xabarlarni oladigan. Endi bizga katta bir aytaylik, bir tuhfa kelib tursa, xush xabarlar kelib tursa, aziz bo'lgan, muhtaram bo'lgan farishtalar kelib tursa-yu, bedor bo'lmasdan g'aflat bosib uxlayotgan odam xor bo'lsin dedilar. Bechora ekanda u inson. U inson bechora ekan. Juda katta narsadan g'aflatda qolgan inson, qo'lidan boy bergan inson. Kimning tepasiga Ramazon kelsa-yu, o'zini jahannamdan saqlab qolmasa, u odamga vayl bo'lsin dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Holiga voy bo'lsin dedilar. Alloh asrasin. Har bir mu'min boriki, mana shunday umid bilan Allohning baytini to'ldirib turibmiz. Umidimiz Allohni, Robbimizning rizoligi. Qur'onga somiy bo'lib, Qur'on tilovatlari bilan duo qilamizki, bu kunda bir necha mana birodarlarimiz xat bilan ham murojaat qilganlar, qalblarida tugib turgan niyatlarini dillaridan o'tkazib tursalar bo'ldi. Amin deb jamoat bilan inshaalloh duo qilinsa, mana shu duolar ijobat. Shu maqsadda albatta xatm Qur'onlar qilinadi, duolar qilinadi. Bu duolarni albatta barakotidan elni, xalqni, millatni, dinni, butun mu'min musulmonlarni, ularning tashvishlarini artish, Allohu taolodan keladigan ulug' fazlni, rahmatni so'rash. Mana inshaalloh Allohu taoloning rahmat yomg'irlari inshaalloh bir sevalab o'tdi. Bu ham bo'lsa inshaalloh mana kitoblarda keltiriladi. Qadr kechasining nishonasi deyiladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom kunlarning birida, kechada, Ramazon kechalaridan birida erta tongda chiqdilar. Qarasak peshonalarida yomg'irni suvini loyi tegib qolgan edi. Chunki masjidda kechasi yomg'ir yog'ib, uni chakkisi yerga tushgan edi. Shunga sajda qilgan edi va payg'ambar alayhisolatu vassalom ishorat qilgan edilar, o'sha kecha Qadr kechasi bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisolom hayotlarida 2 marta Qadr kechasi bo'lgan. Biri 20dan 21ga o'tar kechasi, keyingisi 26dan 27ga o'tar kechasi. Buni o'sha nishonasini ham payg'ambar alayhisolom zikr qilganlar. Demak, umid qilamizki, mana shu yomg'irlar ham bejiz emas.
inshaalloh rahmat yomg'irlari shunday jamoat bilan qilinadigan duolarimizni Alloh ijobat aylasin. Xatmi Qur'onlarni mana inshaalloh bugun nihoyasiga yetkazamiz. Qori birodarlarimiz, mana ukalarimiz ixlos bilan, chiroyli savutlar bilan, mujavvidlik bilan ado qilib berdilar. Alloh taolo qorilarimizga ham ikki dunyo saodatini musharraf aylasin. Payg'ambar alayhissalatu vassalam ashrofu ummati hamalatul Qur'on dedilar. Ashrofu ummati degani ummatimni eng sharaflisi qorilar, Qur'on homillari dedilar. Bo'yi katta, rangi sariq demadilar. Ummatimning ichidagi eng sharaflisi Qur'on homili. Payg'ambar alayhisolamning baholari, mezonlari shu bo'ldi. Qiyomat kunida hadisda keltiriladi, qiyomat kunida bir ota bilan onaga jannat toji kiydiriladi. Jannatdan toj kiydiriladi. Uni qiymati dunyo va undagi barcha narsadan qimmat. Ota-ona hijolat bo'lib to'satdan Alloh taolaga gapiradi. Ya Robbi, bu qayerdan? Bunga biz loyiq emasdik-ku. Buni nima sababi bor edi? Alloh subhanahu va taoladan nido bo'ladiki, bu sizlarni hayotda Qur'onimga muhabbat qilib, Qur'on homili qilgan farzandlaringiz tufayli berildi deb ularga inom qilinadi. U liboslar jannat liboslari bo'ladi. Uni qiymati dunyo va undagi barcha narsalardan qimmat bo'ladi. Yana bir hadisda Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilar, qori Qur'on homillariga shafaat izni beriladi. Ular o'zlarini ahllaridan xohlaganlarini 10 tasini shafaat qiladi. Holbuki u 10alasi ham ahli jahannam bo'lsa ham deganlar. Hatto shunchalik darajada qorilarga sharaf beriladiki, shunchalik maqom beriladiki, o'zlariga yaqin bo'lgan jannatlarligidan tashqari yana shunday bir imkon beriladiki, 10 ta xohlagan insoningni shafaat qilgin. Garchi ular ahli jahannam bo'lsa ham, shunchalik maqomda bo'lsa ham ularni hattoki qori haddi sig'adi. Ya Robbi, shu bandani meni agar hurmatim bo'lsa, gunohini kechirgin deyishlikka qorini haddi sig'adi. Qur'on homilini shunday sharaf qaysi birimizga kerak emas? Albatta qorilarni ikrom qilish, Payg'ambar alayhisolatu vassalom 3 ta shaxsni ikrom qilish go'yoki Allohni ikrom qilish bilan barobardilar. Bittasi odil podshoh dedilar. Adolatli podshohni hurmat qilish, izzat ikrom qilish go'yoki Allohni izzat ikrom qilish bilan barobar. Ikkinchisi, umri, hayoti ibodat bilan o'tib soch soqoli oqargan mo'ysafitni dedilar. Mo'ysafitlarimizni izzat ikrom qilaylik. Otaxonlarimizni, buvilarimizni izzat ikrom qilaylik, go'yoki o'sha vaqtda Robbimizni izzat ikrom qilgan bilan barobar. Kim agar Allohni hurmat qilgisi kelsa, ota-onasini, doda-buvalarini, keksa otaxonlarimiz, onaxonlarimizni izzat ikrom qilsin. Va uchinchisi Qur'on homilini. Ya'ni haqiqatda o'sha Qur'onga muhabbat qilib, ixlos bilan Qur'onni homili bo'lgan, unga bevafolik qilmagan qorini ikrom qilishlik go'yoki Allohni ikrom qilish bilan barobardirlar. Bu sharaf, bu qorilarga berilgan katta bir ulug' martaba. Shunday ekan, mana bu kunda qorilarimizga Alloh taolo ulug' sharafni mana shu dunyoda ham, oxiratda ham bu ulug' sharafni Alloh ato aylasin. Hammalarimizni avvalo qorilardan qilsin hammalarimizni va bizlardan keladigan zurriyotlarimizni ham ahli Qur'onlardan qilsin, Qur'on homillaridan qilsin. Qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizdan ahli iymonlarni, ahli Qur'onlarni, ahli taqvolarni silsilasini Alloh o'zi uzib qo'ymasin, bardavom qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk va natubu ilayk. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ya Robbi, sendan so'raydigan so'rovlarimiz ko'p. Parvardigor, bu qilayotgan, bu fursatdagi qilayotgan duolarimizni Alloh bizlar uchun mustajob qilgin. Ibodatlarimizni qabul qilgin. Qur'onni bizlardan rozi qilgin. Qorilarimizni rozi qilgin. Bu kechalarimiz, qadr kechalarini Alloh taolo bizlardan rozi qilgin. Ikki dunyoda o'zing aziz mukarram qilgin. Parvardigor, bu kechani barakotdan hammamizni nasibador aylagin. Bu jamoatimizni dillaridagi, qalblaridagi so'raydigan so'rovlarini afzalini ato qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.